Buxoroda chiqindilardan energiya ishlab chiqarish majmuasi qurilishiga tamal toshi qo'yildi. Ushbu loyihaning hayotga tatbiq etilishi viloyat uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Jumladan, chiqindilarni boshqarishning mutlaqo yangi klaster tizimi yaratiladi. Bu esa hududning sanitar va ekologik holatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi albatta. Bu jarayon davlatimiz rahbarining qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida amalga oshiriladi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Chiqindilarni qayta ishlab, yana foydalanishdan tashqari elektr energiyasi olish mumkin. Bunda xo'jaliklarning chiqindilardan elektr energiyasini generatsiya qilishda yoqilg'i sifatida foydalaniladi. Masalan, Shvetsiyada 34 ta chiqindidan energiyaga aylantiruvchi stansiya mavjud. Maishiy chiqindilarning qariyb 49% qayta ishlanadi va 50% ga yaqini shu kabi elektr stansiyalarida yoqiladi. Mamlakatdagi 10 millionga yaqin aholining uylari sovuq oylarda shu usul orqali isitiladi. Xo'sh, holat o'zimizda qanday? Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyatida o'rtacha yiliga 570 ming tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Bugungi kunda viloyatda chiqindini qayta ishlovchi 26 ta tashkilot tomonidan yillik 378,1 ming tonna chiqindi qayta ishlanmoqda. Endilikda xalqaro hamkorlar bilan kelishuv asosida yangi zavod qurilib, Buxoroda chiqindilarni 100% ga qayta ishlash quvvati yaratilmoqda. Hamkorlarimiz bilan birgalikda 1,5 yildan beri biz muzokara olib borayotgandik. Ana bugun aniq maqsadga erishdik. Zavodni qurib bo'lgandan keyin bular bilan biz klaster usulida ish olib bormoqchimiz. Bular aholidan chiqindilarni yig'ib olishdan tortib to yoqqancha bo'lgan barcha jarayonlarni ular o'z ichiga olib o'zlari qilib berishadi bizga. Kelishilgan shartnomaga asosan bular har yili 20 tadan texnika olib kirishni bo'yinlariga olishgan va qayerda shu chiqindi tashlash qutilari yetishmaydigan bo'lsa, shu yerda o'zi ta'minlashga kelishib olishgan. Bu orqali biz xalqimizning bo'ladigan takliflari, talablarini shu bilan qondirishga harakat qilamiz. Prezidentimizning 2025-yil 24-martdagi qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori Buxoroda bu yo'nalishda yangi sahifa ochyapti. Qarorga asosan chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi hamda Xitoy Xalq Respublikasining yetakchi ekologik kompaniyasi o'rtasida chiqindilarni yoqish orqali undan energiya manbai olishga asoslangan zamonaviy loyihani amalga oshirish bo'yicha bitim imzolangan edi. Shunga muvofiq Kogon tumani Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etiladigan maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi zavod qurilishiga tamal toshi qo'yildi. Yaqinda hurmatli prezidentimiz Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatlarda birinchi navbatda ekologiyaga katta e'tibor berishni taklif etgandilar. Ana shu bois bugun Kogon tumaniga qo'shma korxona tashkil etayotgan bo'lib, bu chiqindilarni qayta ishlab elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu mutlaqo ekologiyaga zarar ko'rsatmaydi va bu bilan ham ish joyi yaratiladi, ham elektr energiya ishlab chiqariladiki, ularning hammasi xalqimizning farovonligi yo'lida qilinayotgan katta bir ijobiy ishlar deb bilaman. Yuqori texnologiyalarga asoslangan bu majmua chiqindilarni shunchaki yo'q qilmay, balki ularni qayta ishlash orqali iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan arzon va ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu viloyatning energiya mustaqilligini mustahkamlash yo'lidagi ulkan qadam sifatida baholanmoqda. Avvalo Buxorodagi bu yirik loyihaga sarmoya kiritayotganimizdan juda xursandman. Bu tashabbusimizni qo'llab-quvvatlagani uchun juda minnatdorman. Menimcha bu yerdagi investitsiya muhitda investorlar uchun katta imkoniyat. Mazkur loyiha atrof muhitni muhofaza qilish, chiqindilarni poligonlarga joylash, hajmini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi maqsadlarga xizmat qiladi. Qurilishi start olgan loyihaning umumiy qiymati 165 million AQSh dollariga teng. Bu yerda kuniga 1,5 ming tonna chiqindi qayta ishlanadi va yil davomida jami 400 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Zavod 2 yil davomida qurilib foydalanishga topshiriladi. Mahalliy aholi vakillaridan 120 nafari ish o'rniga ega bo'ladi. Eng muhimi, bu tashabbus yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos kelib, O'zbekistonning ekologik barqarorligini ta'minlashga hamda kelajak avlod uchun toza va sog'lom muhit yaratishga xizmat qiladi.